Assalomu alaykum do'stlarim. Hammaga xayrli kun, xayrli kech. Yaxshimisizlar, yaxshi o'tiribsizlarmi? Bog'-rog'laring chaman bo'lib, ko'zlaringni quvnatib, o'g'il qizlar, nabiralar bilan o'tiribsizlarmi maza qilib? Kunda issiq kunlarda ham o'tkazdik, lekin bugun kecha juda issiq bo'ldi. Bugun yana ham issiq bo'ldi. Xush kelibsizlar bizni kamtarona hovlimizga. Hovlimizga nimagadir kuz shukuhi kelib qolganmi, kuz nafasi kelib qolganmi, qanaqadir kuzni hidi kelib qolganda. Biz ana bu hovuzda nilufar gullarimizni oldik boshqa chelakka, hovuzni yuvib tozalab suv solib qo'ydik boshqa. Hech qanaqa raso bo'lib ketdi, suvlar ham hidlanib ketdi issiqda. Kun uzoq issiq tushadi. Hovlimizda hozirgi ko'rinishlar, gulbiyorlarimiz kunduz kuni endi kechga gul bermaydi, gulini ko'rsatmaydi. Bugun 27-iyul. Уже manaka yozda 2-oyi ham tugadi. Nasib bo'lsa endi avgustda 5-ida chilla chiqadi deb eshitdik. Keyin yana kunlar tashab qoladi. Hammalaring yaxshimisizlar? Sizlarni bog'laringda ham kuz nafasi kelib qolganmi? Nimagadir meni hovlimda shunaqa atmosfera, qanaqadir kuzni. Bugun veliyamiz gullagan. Endi gultoji xo'rozimiz gullaydi mana. Gultoji xo'rozimiz, achitkalarimiz. Kolokolchikni kesib tashladim tagidan. Keyin meni archamga kimda shunaqa archasida shunaqa kasallik bo'lgan. Bugun bozorga bordim. Bozorga borib, bitta aka borlar, o'sha kishidan archa daraxtlar bilan ish qilib dori-darmon sotadi. Archamga mana pasti yaxshi turibdi. Hozir cho'miltirdi. O'g'lim suv sepib, ichlarini tozalab cho'miltirdikda, keyin dori beruvdi kishi. Dorini sepdik ustidan. Hali yana borganimda bozordan videoga oluvdim. O'sha kuni qanaydir anaki kameradan nosozlik chiqib, yaxshi tushmabdi. Aka bilan suhbatimiz bor edi. Keyingi safar yana suhbatlarini olaman. Mana shunaqa zang kasali tushibdi archamga, shirami. Xullas kalom uchidan qurib kelyapti-da. O'tgan yil mana bu yoqda bor edi. Olib tashlagan edim. Mana bu tarafda bor, keyin mana bu eshikni oldida bor bitta archamiz. Xullas bu yoqda 4 ta archa bor edi. O'tgan yili bittasini xuddi shunaqa kasallik tushgan edi. U bu narsa sepdim, ish qilib kor qilmadi. Bu yil endi u aka bilan maslahatlashib boshqa dori sepdik. Hali nomini bozorga borganimda yana tushuntiradilar batafsil. Xostalarim bu yil tuvakka olganimga ancha yaxshi. O'tgan yil mana bu toshni o'rniga turar edi-da. Toshni o'rniga turar edi. Ertalabdan soat 3 gacha quyosh tushar edi. O'sha bu payti u xostalarim o'sha kuyib, yerda tagiga kirib ketgan bo'lar edi. O'sha bargi qolmagan bo'lar edi-da. Bu yil yaxshi, tuvakka olganimga ancha chiroyidan bahramand bo'lib yaxshi. Endi bu yil perezelka qilamiz bu taraflarda. Ish qilib gulzor qilsangiz, haligi chiroyli bo'lsin desangiz tinim bilmar ekansiz. O'zingizni ishingizdan ko'nglingiz to'lmas ekan. Xullas kalom
har yili yo'q bo'ldi, mana shu bilan bo'ldi. Bu yil bog'imda hammasi idealni bo'ldi. Endi hech narsani o'zgartirmayman deb deyolmar ekansizda. Mana 2 yildan beri qilgan ishim o'zimga yoqmaydi. 1 yildan keyin yana nimadir qilmoqchi bo'laman. Xullas kalom, tisichleśnik mana bu juda yaxshi ekan buni. Mana bu gulladi. 1 oycha guli turdi, keyin qurib qolgandan keyin ham chiroyli ko'rk berib turdi. Xullas kalom, bu yoqda ham bitta bor. Ko'rinishini qaranglar. Mana juda yaxshi yoqdi. Masalan, hozir ham o'g'lim ko'rib, "Aya, mana shu chiroyli ekan, ko'rinishi ham" dedi. Men aytdim, "Ha, chiroyli narsa ekan" dedim. Mana bu achitkalarimiz. Achitkalarim quyoshda qaranglar, qanaqa zarar berdi quyosh. Salqin joyi yaxshi. Salqin joyi уже gullagan ham. Mana gul berib qolgan. Lekin quyoshli joyda mana quyoshimizda, bobo quyoshimizda qilgan ishi. Mayli, Allohga shukr. Endi Allohning kuni bu, issiqmi, sovuqmi hammasiga chidaymiz. Chidashdan boshqa ilojimiz yo'q. Mana bu fiyalkalar. Yovvoyi fiyalka bahorda rosa chiroyli gullaydi. Sizlarga ko'rsatgan edim. Keyin mana bu Eron shamshoti kuyib qopti. Issiqda. Endi buni tagini kesib tashlayman. Nimaga deb bizning yerimizga shamshotlar bo'lmas ekan? Chunki pastga ko'p shamshot olib kelib ekkanman. Mana 2 yildan beri olib kelib ekanman, shamshot bo'lmas ekan bizning yerga. Xullas, sizlarga aytganman, yozda o'rtasigacha chuchuk suv, keyin sho'r suv beraman deganman. Chunki bizdan yerda tagida kachelkadan faqat sho'r suv chiqadi. Endi sho'r desalaring ham unaqa sho'r emas, lekin og'izga bilinadi-da. Qo'shnimiz, rus qo'shnimiz ichamiz deydi, hayron qolaman. Hech narsa qilmaydi, bizga bilinmaydi deydi. Lekin ta'mi bor-da, endi salgina bo'lsa ham bor-da. O'zimizda chuchuk suv emas. Xullas kalom, sho'r suvga bizning yerimizga sho'r suvga shamshot bo'lishi qiyin ekan. Tez o'zgarib ketmaydi. Gartenziya yaxshi bo'lar ekan. Xvosta yaxshi ekan sho'r suvga. Bugunvilya. Keyin mana bu nima edi? Yojik deyman men. Yana nomi bor, hozir esimga kelmadi. Gulbiyor, atirgullar, keyin mana bu kapalak gul. Mana nima edi? Sabachka gulimiz. Nimalar? Spireyalar yaxshi bo'lar ekan. Achitka, Maladila, Santalina. Xullas, bo'lyapti sho'r suvga ham juda ajoyib. Sho'r suvimiz ham unaqa sho'r emas, ishqilib solyonida baribir ham. Hozir pastdan gartenziya masalchaligini. Gartenziya umuman hech qanaqa muammosiz chiroyli bo'lar ekan. Gartenziya ham sho'r suvga biz yerimizga yaxshi ekan. Bitta mana bunisi egilib qopti. Qaranglar, qanaqa chiroyli salchaligini. Qani chiroyli. Ana bu polyarniy medvedni bu yil ko'paytiraman-da. Mana shu ikkalasini ko'paytirib pastga hamma joyga gartenziya ishqilib ko'paytirsam bo'lar ekan gartenziyani. Mana bu taraf changalakzor bo'lib ketdi. Nima qayerdaligini bilib ham bo'lmaydi. Xullas, bu yil pastlarni yana to'g'irlaymiz. Mana bu sabachka gullar уже urug' beryapti. Mana bu globus gul, qo'ng'iz gul, yana nimadirlar deyishar ekan.
Qarang, qanaqa chiroyli. Bugun veli ham g'uncha berib qolgan, nimadayam. Atirgullarimiz kuyib qolgan. Atirgullar ham unaqa bizda issig'imizga unaqa zo'r bo'lmas ekan. Xullas, mana shu globus gul ham yaxshi bo'lar ekan bizning sharoitimizda, bizning to'prog'imizda, bizning suvimizga juda yaxshi ekan. Keyin yaponskiy spireya ham yaxshi bo'lar ekan. Mana quyoshga salgina kuyib qoldi. Hech qisi yo'q. Endi quyoshimizda ham unaqa kuydiradigan nimasi bo'lmayapti. 1-2 kunlik qoldi issig'i. Mana bu nimani qaranglar, dekoratsiyani. Keyin mana bu bugun bozorda ham ko'rdim. Hali menda lekin meva bergan yo'q. Haligi dumaloq bo'lib pomidorga o'xshaydi, yovvoyi pomidor. Diki tomat deyishar ekan. Yana 3-4 xil ismi bor ekan buni. Googledan so'ragan edim, hozir esimda yo'q. Buni garshokka olib qo'yasiz degan edi. Garshokka olib qo'yasiz deganida o'tgan yil erindimda, yerga qola qolsin dedim. Lekin mana bahorda oxirrog'ida yerdan chiqib, ko'karib chiqib, mana bunaqa qilib gul berdi. Endi menimcha meva bersa kerak. Hammalaring ko'rgansizlar, bozorda qizil dumaloq pomidorga o'xshab tugadi. Bu ham lekin ko'karib chiqar ekan. Yerga tuvakka olish shart emas ekan. Mana endi kuzda o'sha bozorlarga ham ko'payib qopti. Endi gullar ekanda bizda sal bir 10 kunlar orqada yuradi bu taraflar. Salqinmi bilmadim, tushunmadim. Ishqilib bozorga gullagan narsa menda keyin bir 10 kunlardan keyin gullaydi-da. Sabachka gulimiz ham o'sha ko'rkini ham uncha yo'qotdi, bunday aytganda. Gulbiyorlarimiz. Keyin mana bu yil mana shu laylagimizni ham juftini olib kela olmadik. Mana buni qaranglar. Qanaqa chiroyli. Atirgullarimiz. Mana bu yerda yong'oq chiqqan yovvoyi. Endi keyin pastga ko'chiramiz, sal kattaroq bo'lsin. Kolyusimizda ko'rinishi quyoshdami bilmayman nimaga. Ishqilib har doim kelganimda dori qo'yaman, qarayman. Xullas bo'lgani shu ekan buni. Menga bergan nimasi shu ekan. Mana bu archani qaranglar. Shishkalarini mana bu tarafga tashagan edim. Biz talabalar shaharchasida turamiz. Bizda archa juda ko'p. Shishkasini olib kelib yoqamiz. Ovqat qilganimda, erkaklar shashlik qilganda cho'g'ni o'rniga ishlatadi, ko'mirni o'rniga. Xullas, bizda shishkadan muammo yo'q. Ana bu archani. O'shandan tushib qolgan. Mana bu yoqda ham chiqqan. Endi bular sal katta bo'lsa olamiz. Xullas do'stlarim, bizda bog'imizda bugungi ko'rinish 27-iyul. Bizda o'sha nimagadir hali bir oy yoz bor. Lekin hamma narsamiz gullab, ko'rinishlari unaqa zo'r emas-da. Shu bilan sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yaxshi kunda g'oyibona ko'rishguncha. Sizlarda bog'laringda nima o'zgarishlar? Kommentariyada ulashinglar, fikrlaring bilan o'rtoqlashinglar. Sog' bo'linglar.